Ikimizni ko'rishimizga osmon yomg'irni ham artib tozalab qo'ydi. Odamlarga qasamlar. Yaxshimisiz abla? Yaxshisiz, juda ham yaxshi. Omon bo'ling. Oxirgi tinglab turdik. Oxirgi kitobingizni oldim. Juda go'zal. Everestmi? Ha, Everest. Juda go'zal. Mendan ilgarilab ketishsiz. Qoladigan bo'ldim deganingizga xursand. 100 yilga yashang ilohim. Go'zal, juda go'zal. Go'zal. Ya. Keyin. Sağ ol. Jala yağıyor. Yağmur jala. Kechasidan. Menga mikrofonni qo'limga keltirib berishdi, demak, gapir deganingiz bu. Sizga rahmat. Avvalambor ta'rif etganligi uchun Muhammad Ismoil xonadoniga, dasturxon egalariga men ham minnatdorchilik bildiraman. Bu xonadonda doim kelib turamiz. Shoirimiz Muhammad Jon do'st birodarlarini yig'ib ba'zi suhbatlar, mushoiralar tutib turadi. Ular kishini esida qoladi doimo. Men bu davrlarda atoqli san'atkorlar, arboblar, do'stlarni ko'p uchratganman. Bugun ham kelib anchadan buyon men ko'rishni sog'inib yurgan sardor do'stlarimni mana yaxshilab belgisidir. Xush kelibsiz. Bizni orttirgan ofiz do'stimiz. Bugun mana baharda ajoyib bir kunlardan biri osmondan ob rahmat yog'ib, hammamiz qo'ynab turibmiz. Yana to'yga taraddud boshlangan. Shu munosabat bilan va muhimi bugun Muhammadjonning onalari Hoji onamiz 90 yoshga to'libdilar. Shu munosabat bilan ham tabriklagani keldik. Endi bir gap bor. Bu yerda eskilarni gapi. Mendan ko'ra yaxshi bilasiz. Lekin eslatsa yomon bo'lmaydi. Menga do'sting kimligini aytgin, senga o'zing kimligini aytib beraman degan gap bor. Juda teran gap bu. Xuddi shuningdek shu sxemani yana boshqacha ishlatish mumkin. Har qanday odamga sen ota-onangga munosabatingni aytgin. Shunga ko'ra seni bahoni beraman deyish mumkin. Shuning uchun Muhammadjon doimo Hoji onani, mushtipar onasini, ulg'aytirgan onasini yer ko'kka bermasdan, tildan qo'ymasdan hurmatlarini osmon qadar ko'tarib beradilar. Bu fazilatini farzandlariga ham o'tkazgan. Bu jihatda men havas qiladigan fazilat deb bilaman. Muhammadjonni anam atoqli shoirimiz Usmon Azim o'tiribdi. Ikkalamiz bir kun gaplashib o'tirib, shundoq biror majlisdan ho'mrayib chiqsagan agar masalan tanqidiy majlislarda ro'barangdan Muhammad Ismoil kulib kelaversa, hamma ta'sirotlar ijobiyga aylanib ketadi. Sen ham tabassumga o'tasan. Shunaqa bu degani farishtalik odam
degani jozibali inson deganidir bu. Agar Muhammadjon she'r yozmagan taqdirda ham mana shu joziba insoniy fazilat bilan mahalla ko'yiga, do'st yorlarga ibrat bo'lib o'rishi mumkin. Ayni chog'da Turkiyamiz yaxshi shoir Sermahsud ijodkordir. Men yana bir karra bu yerda kelgan katta ulug' san'atkorlar, mehmonlar har biringizni bu yerda uchrataman deb albatta o'ylamagan edim. Lekin qarang, bu ham yaxshi baxtli tasodifdir. Sizlar bilan ko'rishdik. Ko'plaringiz bilan eski 100 yillik desak, obrazli qilib aytganda qadrdonlarmiz. Mana meni ro'paramda Alloh hofizimiz o'tiribdilar. Bu kishini men Bobomurod akamiz, bu kishini men eskidan masalan muxlislaridan biriman. Bu yerda jam bo'lganlarning har birida mana shunday fazilatlar mujassamdir. Shoir desa ulug' shoirlar bular. San'atkor desa ulug' san'atkorlar bular hammasi. Shuni men muhabbat bilan aytayotganim yo'q. Ular bor gaplardir. Men ham eng yaxshi tilaklarimni izhor qilib, yoshlarning baxtli bo'lishini tilayman. Hoji onaga yana ham uzoq davrlar umr guzaronlik qilishini, o'g'illari, farzandlari, nevaralarini rohatini ko'rishlarini tilayman. O kishiga mana bitta kitob yozib tushganida bu yerda yozilgan. Endi yangi kitob bu. Muhammad Ismoil xonadoniga onaxonimiz Zulayho hoji ayamizga behad ulug' hurmat va ehtirom bildirdik. Shuni meni ashulam ham shuni ichida, qutlovim ham shuni ichida. Yurtlarga o'qib berasiz. Ichidan bitta she'r o'qib beraymi? Mayli endi aytdik bo'ldi, mayli qo'ying. Keyin o'zing o'qiysan. Shundoq shu uchun sizlarga ming rahmat. To'ylar ustiga to'ylar bo'lsin, yaxshi tilaklarimiz ijobat bo'lsin. Meni orzum mana shu. Qulluq har biringizga. Rahmat. Rahmat. Abdulla umringiz uzoq bo'lsin. Baxtimizga, o'zbek millatining baxtiga, adabiyotimizning baxtiga omon bo'ling. 1000 yil yashang. Siz haqiqiy O'zbekiston qahramonisiz va abadul abad qahramon bo'lib qolasiz. Rahmat. Qahramonga 1000 yil hasanatlar yog'ilsin. Sizday ulug' insonlar dunyoga 1000 yilda bir keladi. Qadamingizga hasanat ustoz. Assalomu alaykum. Keling. Hoji onam bugun tug'ilgan kunda 90 yoshga kirdi. Abdulakam sovg'alar bor. Mana bitta sovg'alarga. Muborak bo'lsin. Bezovta qildi. Yo, xursand bo'lasiz. Qadrdon akamiz, ustozimiz Muhammad Ismoil xonadoniga hammangiz xush kelibsiz. Bugün ajoyib to'y tantana, sevgili san'at, ajoyib bir xonadonga bo'lib uzatilyapti. Qolaversa, Zulayho hoji onamiz o'zlarining mo'tabar 90 yoshlarida inshaalloh mana shu yosdan o'tamiz. Yaratgan Parvardigor bergan ne'matlarni mamnuniyat bilan olqishlar bilan davrani chiroyli olib borish uchun ajoyib ustoz ustasi malaka oshirish katta o'qituvchisi bolalar, nevaralarga har biriga siz bir suyanch bo'lib uzoq yillar yana umrga zararli qilishingizni men tilayman. Hoji ona o'zini borib ziyorat qilishingiz nasib bo'lgan Makka-i Mukarramalarda
Men ham borganimga 92-yil bo'lgan ekan. Hozirgacha yuragimda o'sha olov yonib turadi. Mana shunday. Endi mana sizni farzandlaringizdan biri Muhammad Ismoil bizni shoirimiz. El yurtga tanildi bu. Birinchi navbatda insoniy fazilati bilan tanildi. Shoirlik keyin bo'ladi. Avval inson onadan barpo bo'lganda inson bo'ladi. Allohning marhamati bilan bunyod bo'ladi. To'g'ri emasmi? Shuning uchun ona eng ulug' zot. Buni yaxshi bilasizlar. Biz she'rlarimizda yozganmiz. Payg'ambarlar ham onadan tug'ilganlar. Buni Allohimizning o'zlari zotning kalomi bu. Shuning uchun sizga birinchi navbatda umr bilan barobarda sog'liqni, mustahkam sog'lig'ingizni men tilayman. Va farzandlarni baxti saodatini ko'ring. To'ylarini ko'ring. Mana bugun yana bir to'yini boshlagan ekansizlar. Qizimizda men ham duo qilaman. O'zim, xonadonim nomidan, havas nomidan. Va sizni men ko'rganda o'zimni onamni ko'rganday bo'laman. Bildingizmi? Xuddi shunday. Siz hammamiz uchun ham onasiz. Shuni yaxshi biling. Shuning uchun biz sizga sig'inamiz. Shayxlar aytgan edi Makkada suhbatimizda. Kimga sig'iniladi desam, Allohga sig'iniladi. Keyinchi desam, onaga dedi. Ular payg'ambar desam, payg'ambar va ota ziyorat qilinadi dedi. Ana qarang martabani ulug'lig'ini. Ana shu martabaga munosibsiz. Xudoyim mana shundan hamisha hammaga nasib qilsin. O'tirgan qizlarimizga ham har biriga. Endi mana bu keyingi bir kitobim sizni o'g'lingizga o'xshash men ham she'r yozib yuraman. Mana bu kitobda yozdim. Muhammad Ismoil xonadoniga, onaxonimiz Zulayho hoji ayamizga behad ulug' hurmat va ehtirom bilan falonchi. Omon bo'ling. Ana. Sog' bo'ling. biz ham qo'lingizda Endi meni juda ham yaxshi. yaxshi sababchi bo'ldi. Endi bolalaring to'yga kelamiz. Shunday bo'lsin. Ana seni ham duo qilamiz. Ana hoji onamizni o'zlari to'yni boshi bo'lib, mana nevara to'ylari, chevara to'ylarini ham o'tkazing. Sizga Alloh o'zi buyurgan va yarashadi. Sizga rahmat. Mingdan ming rahmat. Xudolarimizdan bir rasmga tushmoqchi. Qani kelinglar, turinglar. Har kuni qani kelinglar sizlar.